Assalomu alaykum. Bog'dorchilikka qiziqadigan bobo dehqonlar. Bugun 12-iyun 2026-yil 12-iyun sanasi o'zimizning bog'imizdan video syomka qilyapman. Mana bu bizning bog'imizdagi noklar. Juda ham mevalar yirik bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. O'ta yirik nok. Bugun bog'imizdagi mevalarni video syomka qilib YouTube'ga joylamoqchiman. Mening o'zimga juda ham yoqadi mana shu nok. Mana bu tukli shaftoli. Ular ham pishib qoldi. Mana teryapmiz. Bozorga sotish uchun. Juda ham yukli solgan. Ko'rishingiz mumkin. Quvvatini bera olmaganim uchun mevalar ko'pligi uchun maydaroq qolgan. Bo'lmasa juda ham yirik bo'ladi bu shaftoli. Mana shu bir tup shaftoli shu. Kamida 600-700 kg meva qilib tashlagan. Mana yerda yotibdi, mevalarini ko'tara olmay. Mana hozir ko'rsataman. Oho. Shunaqa meva qilib tashlagan. Mana bu mayotgan nok juda ham mevasi yirik bo'ladi. Juda ham zo'r nok. Hosili ham zo'r. Mevasi yirikligi qarang. Juda ham shirin bo'ladi. Sizlarga tavsiya qilaman shu nokdan ko'paytirishlaringizni. Yirikligiga qarang. Hosildorligi ham juda ham zo'r. Hosildorligi yuqori. Mana shaftolini solyotishga qarang. Juda ham yukli solgan. Mana shu bir tup shaftoli kamida 600 kg meva qilgan. Faqat dorisini bera olmaganmiz, imkonimiz bo'lmagan berishga. Dorisi yerimiz ko'p. Uzum ham yetishtiramiz, mevalar ham dori berishga imkonimiz bo'lmadi. Mevalari maydaroq qolgan ko'p joylari. Yerda yotishiga qarang yerda. Oho. Mana. Shaftollarimiz, tukli shaftollar pishishni boshladi. Mana yerda olmalarimiz ham bor. Bu olmalarimiz ham pishishni boshladi. Olmalarimiz ham hosil yaxshi bu yil. Bu yozgi olma, bunga ham dori bera olmadik. Bor e'tiborni uzumga qaratib, olmalarga dori bera olmadik. Shuning uchun olmalarimiz maydaroq qoldi. Bo'lmasa bu olmalar yirikroq bo'lishi kerak edi. Mana bu dehqon bobo. Mana golden olmasi. Bu ham o'ta yukli solgan. Bunga hali dori bersak, yiriklashadi, bu hali kech pishadi. Iloji bo'lsa bunga ham olma po'st berishimiz kerak. Mana shu bir tup golden olmasi. Juda ham hosildorligi yuqori. Mevalariga qarang. Mana bu anor ko'chatlarimiz. Botir olmani tagiga ekanligini bilmay soya yeyapmiz. Mana bu yil 2-yili. Bu yil sotishga tayyor bo'lyapti mana novdalar yiriklashib. Bularni ham sotamiz. O'ta sutchi qora donli anor ko'chatlari. Mana shu yerda bor. Taxminan 100 tutdek bor. Kimga kerak bo'lsa, kuzak murojaat qila olasizlar. Shaftoliga qarang, yugiga. Jonivor quvvat yetishmagan. Ya quvvatini berganda bunga oho. Mana shu mevalar yiriklashganda tonna qo'yib yubordi. Bir tup shaftoldan tonna chiqardi. 4 tarafga ketgan. Bu yoqda ham shoxalari bor.
Bir tup shaftolini solgani bu. Erikka payvand qilingan. Erikka payvand qilinsa, umri uzoq bo'ladi. Yugini ko'tara olmay shoxasini qiyshayotsa qarang. Ko'tarib qo'yay desam, barcha xodalarni uzunga ishlatib yuborganman. Endi bu pishib tugaguncha tagiga suv ochmaymiz. Shunda zoya bo'lmaydi. Shaftoli yeyishga kelaverasizlar, bemalol. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.